Xo'p, ushbu masalaning yechimi quyidagicha. Demak, X suzuvchi va Y suzuvchi bir tomonga suzishni boshladi suvda. Oqimning tezligi V berilgan. X suzuvchining tezligi esa 3V ga teng. Y suzuvchiniki esa V ga teng deb berilgan. Ular oqim bo'yicha suzishni boshladilar va X suzuvchi P nuqtaga kelib ortiga qaytdi va bunda Y suzuvchi o'sha o'z yo'nalishida davom etadi va qayerdadir uchrashadi ular. O'sha uchrashish nuqtasini toping deyilgan. Demak, bo'linmalar teng oraliqda deyilgan. Xo'p, ushbu masala yechimi endi quyidagicha. Birinchi hal qiladigan narsamiz, demak, X va Y suzuvchilarning natijaviy tezliklari qanday bo'ladi oqim bo'yicha suzsa. Xo'p, X suzuvchi oqim bo'yicha suzsa, oqimning tezligi V, o'zining tezligi 3V. Demak, oqim bo'yicha suzsa qo'shilib 4V bo'lib qoladi. Y suzuvchi esa o'zi V tezlik bilan suzyapgan edi. Oqim tezligi V bo'lgani uchun buning natijaviy tezligi 2V bo'lib qoladi. Demak, bundan ko'rinadiki, X suzuvchi P nuqtaga qancha vaqtda kelishini topib olamiz. Ya'ni X suzuvchi P nuqtaga kelganda Y suzuvchi qaysi nuqtada ligini bilib olishimiz kerak. Hop, buning uchun P nuqtaga X suzuvchi qancha vaqtda kelishini topib olamiz. Ya'ni vaqtni topish uchun T barobar bosib o'tgan yo'lni tezlikka bo'lish kerak. Hop, bosib o'tgan yo'li har bitta katagi teng oraliqda deganing uchun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demak, 8 taqsim 4V. Demak, bundan ko'rinadiki, 8 bilan 4 qisqarib 2 taqsim V bo'lib qoladi. Endi u vaqtda, mana shu vaqtda bu X suzuvchi edi. Shu vaqtda Y suzuvchi qayerga keladi desa, uni bosib o'tgan yo'lni topish uchun uning tezligi, natijaviy tezligini ko'paytirish kerak vaqtga. Hop, S barobar uning natijaviy tezligi 2V ko'paygan vaqt 2 taqsim V edi. V'lar qisqarib, demak 4 chiqib qoladi. Demak, u 4 ta katak siljigan. Ya'ni 1, 2, 3, 4. Ya'ni u K nuqtaga yetib kelgan ekan. Demak, X suzuvchi P nuqtaga kelib orqa tomoniga suzishni boshlaganda, Y suzuvchi K nuqtadan yana o'zining tezligida suzishda davom etadi. Hop, endi ular qaysi nuqtada uchrashadilar desa, hop, endi mana P nuqtani ortga qaytgandagi natijaviy tezlikni topish kerak. U 3V bilan ortga qaytdi. Oqim V bilan unga qarshi. Natijaviysi 2V bilan ortga suzadi X suzuvchi. 2V bilan. Y suzuvchi esa tezligi o'zgarmaydi, o'sha yo'nalishda davom etayotgani uchun 2V. Demak, ular 2V bilan o'zaro qarama-qarshi harakatlanishni boshlaydilar va qayerda uchrashadilar deganligi uchun ular avval qancha vaqtdan keyin uchrashadiganini topib olish kerak. Uning uchun vaqtni topish uchun ular orasidagi masofani nisbiy tezligiga bo'lish kerak. Bular orasidagi masofa hozir demak 1, 2, 3, 4 ta katak bo'lgani uchun 4 taqsim ularning nisbiy tezlik qarama-qarshi bo'lsa, nisbiy tezlik bilamizki qo'shamiz. Demak 4V. Demak 4 bilan 4 qisqarib, demak 1 taqsim V vaqtdan keyin uchrashar ekan. Va qayerda uchrashadi desa, demak masofani so'ragan uchun S barobar V ko'paygan T. Xohlaganingni olib borib qo'yaverasizlar. Masalan, men Y suzuvchiligini qo'yadigan bo'lsam, demak 2V ko'paygan 1 taqsim V. Demak V'lar qisqarib 2 javob chiqib keladi. Demak, o'sha nuqtasidan ikkita katak siljiydi, ya'ni 1, 2 mana. Demak, u miqdor jihatdan ana bu M nuqtaga to'g'ri kelyapti. Demak, umumiy, demak ular M nuqtada uchrashadilar. Demak, javob M nuqta.